Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amerika Xitayning Kambodjadagi hərbiy əsləhə qurilishiga norozilik bildirdi. Amerika avazının xəbərində bildirilishicha, Amerika muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman 1-iyun Kambodja bosh ministri Hun Sen bilan ko'rishib, Xitoyning Kambodjadagi harbiy aslaha qurilishiga norozilik bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda deyilishicha, Sherman Hun Sen bilan ko'rishish jarayonida Kambodjaning Yunlang dengiz armiya bazasidagi Amerika yordam qilib salgan 2 harbiy aslahani oldin xabarlantirmayli chuvib tashlaganligini tilga olgan. Şunun bilan bir vaqtda Xitoyning mazkur harbiy bazaga qurgan harbiy aslahalar qurilishidan qattiq andisha qilganligini bildirgan. U yana Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurishining boshqa davlatning egilik huquqiga va rayon bexatarligiga tahdid shakllantirganligini, bu qilmishning Amerika Kambodjaning munosabatiga yomon ta'sir ko'rsatganligini bildirgan. Sherman yana Kambodja rahbarlarini Kambodja xalqining manfaati uchun mustaqil va tangpung bo'lgan tashqi siyosatni saqlashga chaqirgan. Washingtondagi bir aql ambiri sun'iy hamroh suratidagi uchurlarga asosan Kambodja doiralarining o'tgan yili 9-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda Amerikaning yordamida qurilgan 2 dengiz armiya aslahasini chiqib o'tganligini bayqagan. Amerikaning Phnom Penhdagi bosh elchixonasi Kambodja harbiy doiralarining Amerika mablag' solgan yana bir dengiz bexatarlik aslahalarini uqtirish qilmayli vayron qilganligidan umidsizlanganligini bildirgan. Sherman yana Kambodja rahbarlarini Kambodja xalqining manfaati uchun mustaqil va tangpung bo'lgan tashqi siyosatni saqlashga chaqirgan. Washingtondagi bir aql ambiri sun'iy hamroh suratidagi uchurlarga asosan Kambodja doiralarining o'tgan yili 9-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda Amerikaning yordamida qurilgan 2 dengiz armiya aslahasini chiqib o'tganligini bayqagan. Ma'lum bo'lishicha, Kambodja davlat mudofaa ministri Duban bu vaqtda ifoda bildirib, Kambodjaning bu harakatlarni o'zining manfaati uchun qilganligini, o'z planini Amerikaga xabar qilish majburiyati yo'qligini bildirgan. Xitoy Avstraliya tarafining ayblashini rad qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 1-iyun Xitoyda josuslik qilish jinoyati bilan sotlangan Avstraliya fuqarosining Xitoy turmasida qiyin qistoqqa elinganligi to'g'risidagi Avstraliyaning ayblashini rad qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Avstraliya fuqarosi tadqiqotchi Yang Jun o'zining maxfiy joyda tutib turilganda qiyin qistoqqa elinganligini aytgan. U yana Xitoy tarafidan tutqun qilinib, turmadanmi battar joyga 2 yildan ko'proq so'lab qo'yilganligini, so'roqda o'zining gunohsiz ekanligida ching turganligini, ammo Xitoyning uni qiynab iqror qildirganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yana Yang Junning o'zini oqlaydigan isbotlarni ko'rsatishiga, guvohchilarni keltirishiga yo'l qo'ymagan. Sud oldingi payshanba yopiq holatda boshlangan bo'lib, Xitoy doiralari davlat maxfiyatligiga chetishlik degan bahona bilan Avstraliyaning Beijingda turishliq bosh elchisining sudga qatnashishiga ruxsat qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, tadqiqotchi Yang Jun Xitoyda tug'ilgan bo'lib, 1992-yili Hong Kongga berib, 5 yildan keyin Amerikaga ko'chib ketgan va bir aql ambarida xizmat qilgan. Keyin Avstraliya grajdanligiga o'tgan. Xitoy Sharq Turkistonda mahallalarni vayron qilishni kuchaytirmoqda. Tangritog' to'rining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy atalmish koni o'ltiraq rayonlarni yangilash nomida Uyg'ur mahallalarini vayron qilish qadamini tezlatgan. Xabarda qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayon doiralari koni o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish qadamini texmo tizilishni planlagan bo'lib, bu yil 4-oyning oxirigacha 135 koni o'ltiraq rayonni chiqib o'zgartgan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur binokorlik uslubida selingan o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish yondosh ul aslaha qurilishini Xitoyning 14-5 yillik plan loyihasiga kirgizgan. 2021-yili o'ltiraq rayonlardagi 230 ming yurish to'ralg'u, mahalla rayonlaridagi 96 ming yurish to'ralg'uni o'zgartirishni planlagan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti o'ltiraq rayonlarni chiqib o'zgartirish sur'atini teziltish harakatiga maxsus haydakchilik qilgan. Egilishicha, Xitoy rejimi 2020-yilning oldingi yarmida Uyg'ur mahallariga taba bo'lgan 788 o'ltiraq rayondagi 116.300 oilaning uyini chiqib o'zgartgan. Keyingi yarim yilda yana 1090 o'ltiraq rayondagi 193.400 oilaning uyini chiqib o'zgartgan. Buningda asosligi 2000-yildan burun selingan o'ltiraq rayon asos qilingan.
Kuzatuvchilar Xitoyning bu harakatining jazo lageri siyosati bilan mos qadamda ijro qilinganligini, asosliq maqsadining Uyg'ur binokorlik uslubida selingan qurilishlarni, shundaqla Uyg'ur mahallalarini vayron qilish ekanligini, ko'chirilganlarni markazlashtirib yerlashtirish orqali texmo unumlik nazorat qila oladiganligini bildirishgan. Bulardan sirt egilingan uchurlarga asoslanganda uylari chaqib etilganlarga nihoyatda oz miqdorda to'lam beriladigan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini iqtisodiy jihatdan vayron qilish vositalaridan biriga aylanib qolgan. Mecburi emgak siyosatining qurbonlari davomli ko'paymoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sillarda bir turkum Uyg'ur ayollarning o'xshash forma kiygan holda hasharga chiqib, mecburi ko'chat tikish emgikiga selinayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sında ko'pinchisi ayollardan tarkib topgan yana bir turkum Uyg'urlarning etizda ishlayotganligi ko'rsatilgan. Boshqa bir sında bo'lsa, hammasi tugdak yoshlardan tarkib topgan bir turkum Uyg'urlarning zavod maydoniga tizilib, Xitoy bayrog'iga qarab turib, qonun tuzumga bo'ysunish degandek qasamlarni berayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy buningdan burun Sharq Turkistonda majburiy emgakning mavjud emasligi, yezilarning to'liq mashinlashganligi haqida jar solgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkiston xalqini jismoniy va ruhiy jihatdan bostirish planining bir qismi sifatida hashar va majburiy emgak siyosatlarini texmo kuchaytirib ijro qilmoqda. Qirg'izistonda Altay turklari madaniyat ko'rgazmasi ochildi. 2-iyun Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida Xalqlarning birligi turlik tumanlikda nomli Altay turklari madaniyat yarmankasi ochilgan. Yarmankini Türk ata muhojirlar jamiyati tashkillagan bo'lib, ko'rgazmaga Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlarmi alohida taklif qilingan. Yarmankida Altay rayonidan ko'chib chiqqan ko'k turklar, Uyg'urlar, qipchoqlarning kiyim-kechak madaniyati, oila jabduq madaniyati, ot, uloq va safar buyumlari madaniyati, yemak-ichmak madaniyati, uy bezak madaniyati qatorliqlar markazli ko'rgazma qilingan. Ko'rgazmada yana tarixiy va an'anaviy kiyimlar ayollarga kiydirilib, qadimki turk madaniyati naq maydonda namoyon qilingan. Bular ichida ko'rgazmaga qo'yilgan Uyg'ur kiyim-kechak madaniyatiga tava bo'lgan har xil rangdagi puta, yaktak, har xil fasondagi talpak, do'ppa, kamzul, yoqsiz to'llar alohida diqqat tortgan. Birma armiyasining 80 askarining o'ldirilganligi ilgari surildi. Birmaning sharqidagi Kayoq shtatida harbiy o'zgarishga qarshi chiqqan etnik qurolliq guruhlar bilan Birma armiyasi o'tirsidagi to'qinishlarda eng oz deganda 80 askarning o'ldirilganligi ilgari surildi. 1 fevral harbiy o'zgarishdan keyin qurilgan Karen millatlari mudofaa kuchining bayonotchisi yaqinqi 24 soatda shtatda yuz bergan to'qinishlar to'g'risida The Irrawaddi kesining ziyoratini qabul qilgan. İsmini oshkorlashni xohlamagan mazkur bayonotchi 1-iyun shtatning poytaxti Loykov shahridan Demosaga taxminan 150 askarning harbiy harakat uchun yo'lga chiqqanligini va yo'l ustida Karen millatlari mudofaa kuchi jangchilarining tuzoq qurganligini bildirdi. U to'qinishlarda 80 askarning o'ldirilganligini, Birma armiyasining o'ch elish uchun aholilar rayonlariga tik uchar bilan hujum qilganligini eskartdi. Birma armiyasining Toralg'u rayonlariga uchquchsiz havo apparatlari bilan 6 bomba tashlaganligini aytdi. Ammo fuqarolarning o'limi va yaralanishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Birma armiyasi tunugungi to'qinishlarda qancha askarning o'lganligi to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilmadi. Yaponiyada 10 mingdan ortiq pidoi olimpikga xolis xizmat qilishdan chekindi. Xitoy virus sababidan kechiktirilgan va bu yoz o'tkazilishi plan qilingan 2022-yillik Tokio Olimpik tanarkat yig'ini va meyiplar Olimpik tanarkat musobaqalarida vazifa o'tishi kutilayotgan taxminan 10 ming yaponlik pidoi Olimpikdan ayrildi. Kyoto xabar agentligida bildirilishicha, Yaponiya Olimpik komiteti boshlig'i Moto Toshiro 2022-yilda xolis xizmat qilish uchun o'zini tizimlatgan 80 ming kishidan 10 mingining vazifasidan chekinganligini bildirdi. U pidoilarning chekinishida olimpikni kechiktirish sababidan xususiy planlarning o'zgarganligini va vabo ta'sirining hozirmi davomlashayotganligini eskartib, olimpikning doirasiga chek qo'yilganligini va davlatga chet ellik ziyoratchilar qabul qilinmaydiganligi uchun pidoilar sonining ozayishining muhim ta'sir ko'rsatmaydiganligini eskartdi. Pidoilar tanarkatchilar turadigan olimpik yezisi bilan musobaqa o'tkaziladigan markazlarda yo'l boshlovchi bo'lib xizmat qiladi.
Olimpik komiteti tanarkachilarning salomatligini qo'g'dash uchun tomoshabinlar soniga chek qo'yish va musobaqalarni karantin tadbirlari ostida o'tkazish qaror qilindi. Tokio Olimpik yig'iniga qatnashishi faraz qilinayotgan taxminan 15 ming tanarkachining karantin tadbirlari yo'l qo'yilgan bexatar yezida turishi musobaqa markazlariga berish kelishlarning kontrollik ostida bo'lishi e'lon qilindi. Xitoy virus sababidan kechiktirilgan Tokio Olimpik yig'ini 2021 yili 23 iyuldan 8 avgustgacha, Meyiplar Olimpik tanarkat yig'ini 24 avgustdan 5 sentabrgacha o'tkazildi. İran dengiz armiyasi paraxoti ko'mtirilib ketdi. İran dengiz armiyasiga oid Hariq nomli harbiy paraxot Umman dengizida ko'mtirilib ketdi. Mazkur paraxotga Hurmuzgan o'lkasiga qarashli Kask porti sahillarida o'tkazganligi, uda 20 soat atrofida davomlashgan izlash qutqizish faoliyatlarining natijasiz qilishi sababli paraxotning ko'mtirilib ketganligi bildirildi. İran armiyasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda paraxotdagi barliq xodimlarning qutqizib olinganligi, o't ofatining kelib chiqish sababining texnicha aniqlab chiqarilmaganligi qayd qilindi. İlginççe Hariq nomli harbiy paraxot İran dengiz armiyasining uda 40 yildan buyongi eng cho'ng paraxoti ekan. Azerbaycan armiyasining 2900 askari shahid bo'ldi. Azerbaycan armiyasining tog'liq Qarabağ territoriyalarini ishg'oldan ozod qilish uchun elib borgan harbiy harakat davomida 2900 askari shahid bo'ldi. Azerbaycan Davlat Mudofaa Ministrligining bildirishicha 2020 yili 27 sentabr kuni boshlangan va 2020 yili 10 noyabr kuni Armeniyaning mag'lubiyatini qabul qilib, urush to'xtatish kelishimini imzolashi bilan oxirlashgan urushda ilgari 2895 ekanligi e'lon qilingan shahid askarlarning soni, ba'zi jasadlarning tepilishi va kimliklarining aniqlab chiqilishidan keyin 2900 ga yetgan. 14 askarning yo'qolib ketganligi eskartilgan bayonotda dafn qilingan shahid askarlarning ismlariga o'rin berilgan. Azerbaycan armiyasining 2020 yili 27 sentabr kuni qo'zg'agan harbiy harakat davomida 5 shahar markazi, 4 kanat va 286 yeza ozod qilingan. Buningga asosan Armeniya mag'lubiyatini qabul qilib, ishg'ol ostidagi Ag'dam, Lachin va Kalbajar viloyatlarini bo'shatishni ahd qilib, urush to'xtatish kelishimini imzolagan edi. Armeniya armiyasi 2020 yili 20 noyabr kuni Ag'damdan, 2020 yili 25 noyabr kuni Kalbajardan, 2020 yili 1 dekabr kuni Lachindan chekingan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shundaqla programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.